Sizda juda muhim bir gapim bor edi. Gapiring. Qabul qildim degan so'zingizga ishonib, o'zimni bag'ishladim degan va'dani berib, qo'lingizdan tutgan bir ojizaman. Meni ota-onam ham, aka-uka, opa-singlim ham sizsiz. Iltimos, meni yolg'iz qoldirmang. Ba'zan uy yumushlari-yu farzandlarga chalg'ib, ularning kulgusi-yu yig'isi, parvarishi-yu tarbiyasidan ortolmay, hojamning parvarishini unutgan bo'lsam, buni beparvolik emas, onalikka yengilish deb qabul qiling. Gohida sizni rashk qilib,